Assalomu alaykum vatandaşlar. Bugün 7. ayının 11. günü. Aldı bilen Amerika devleti Xitaydan Amerika devletiga kelib o'qimoqchi bo'lgan 500 Xitoy o'quvchini rad qilgan xabarni anglaymiz. Xitoy davlatida turishliq Amerika konsulxonalari 1 yildan ortiq Xitoy o'quvchilarga viza berish xizmatini to'xtatib qo'ygan ekan. Bu yil 5. aydan boshlab rasmiy Xitoy o'quvchilarga viza berish xizmatini boshlabdi. Natijada Xitoyning 500 dan ortiq Amerika kelib o'qimoqchi bo'lgan Xitoy o'quvchilarining vizasini butunlay rad qildi. Amerika konsulxon viza berish xodimlari Xitoy o'quvchilarining vizasini rad qilish jarayoni bo'lsa, tushuntirish bermay iltimos qog'oziga 10043 nomerini yozib, hech qanday tushuntirish bermaylam rad qilib o'tibdi. Shuning bilan tamom bo'ldi. Bu Amerikaga berib o'qimoqchi bo'lgan 500 dan ortiq Xitoy o'quvchilarining hammasi doktorlik va magistrlikni o'qimoqchi bo'lgan aspirant o'quvchilar ekan. Bu o'quvchilarning o'qimoqchi bo'lgan kasblari bo'lsa, elektron sohasiga munosabatlik, kompyuter matematika munosabatlik, motor texnik, ximiya material texniklari, biologiya va tibbiy sohasiga munosabatlik texniklarni o'z ichiga oldi ekan. Undan boshqa yana fizik sanoat ishlariga bevosita munosabatlik nozuk texniklarni o'rganmoqchi ekan. Berib o'qimoqchi bo'lgan maktablari bo'lsa, Amerika Harvard instituti qatorliq dangliq maktablar ekan. Ya'ni kelib Amerikaga berib o'qimoqchi bo'lgan bu Xitoy o'quvchilarining 4dan 1 qismi o'qish mukofotini olib o'qiydigan salohiyatga erishib bo'lgan ekan. Endi nimishga bu Xitoy o'quvchilarini rad qilyotdi desak, buning to'g'ri javobi bo'lsa, Amerika hukumatining bayonotchisining bergan javobi Xitoy o'quvchilarining Amerikaga kelish vizasiga rad qilib yozilgan 10043 nomerning o'zi Amerika prezidentining buyrug'i debdi. Bu butunlay Xitoy o'quvchilarini rad qilish bo'lmasimi, lekin %2% Xitoy o'quvchilarini asos qiladi ekan. 2% deganimiz normalda Amerika davlatida o'qiyotgan Xitoy o'quvchilarining umumiy soni 400 mingdan oshadi ekan. 400 mingning 2%ning o'zi 7400 nafar Xitoy o'quvchilarini rad qilish kerak ekan. Hozir dastlabda 500 dan ortiq Xitoy o'quvchilarini rad qilgan ekan. Oldimizda Xitoy o'quvchilarini texmi ko'plab rad qildi ekan. Xitoy o'quvchilarga viza bermaslik, vizasini rad qilish vaziyati endi boshlanib o'tibdi. Amerikada o'qimoqchi bo'lgan Xitoy o'quvchilarining 42% bo'lsa, Amerikaga kelib fizik sanoat ishlariga munosabatlik kasblarni o'qimoqchi ekan. Bu o'quvchilarning Xitoyda o'qigan maktabi bo'lsa, davlat mudofaa ishlariga munosabatlik maktablar, Beijingdagi pochta telegraf maktablarini bitigan o'quvchilar ekan. Ya'ni nishonliq tarbiyalamoqchi bo'lgan o'quvchilar ekan. Xitoyda asosliq bo'lgan 8 oliy maktablarning oq ko'rinishi bo'lsa, harbiy sanoat va harbiy texnik tadqiqot ishlariga munosabatlik maktablar ekan. Shunglashqa bundaq o'quvchilar qat'iy rad qilingan ekan. Hong Kongda chiqayotgan Nanhua atiganlik gazetida xabar qilishicha, iltimos vizasi rad qilingan g'azablangan Xitoy o'quvchilari va u o'quvchilarni qo'llagan 5000 dan ortiq Xitoy o'quvchilar Amerika hukumati ustidan arz qilmoqchi ekan. Kuzatuvchilarning deyishicha, bundaq javob tortib arz qilgicha boshqa davlatlarga chiqib o'qis bo'lmamdi yoki Xitoyning o'z davlatida doktorlik va magistrligini o'qisa bo'ldi-ku. Xitoy davlatidagi maktablar yiliga 3000 dan ortiq doktor o'quvchilarni tarbiyalaydi ekan-ku. Amerikaga berib javob tortib o'qiganning nima foydasi debdi. Rad qilingan o'quvchilar Amerika hukumati ustidan arz qilmoqchi ekan. Maxsus advokatlarni tepib, etishlarga qaraganda xeyli ko'p pul to'plab Amerika hukumatining ustidan arz qilib, arzini aqtirib, ondan Amerikaga berib o'qimasa bo'lmaydi ekan. Ba'zi kuzatuvchilar nima uchun Xitoyning o'quvchilariga viza berdi? Oldi bilan o'zining hukumatining yo'lsiz tarafini ko'rish kerak. O'zicha Amerika va G'arb dunyosini do'rab, chet eldan Xitoyga berib o'qiyotgan necha 10 ming o'quvchilarni Xitoy davlatiga kirgizmaymiz deb jar solgan ekan. Yaqindan buyon Amerika Qo'shma Shtat bexatarlik tekshirish idorasi 20 turdan ortiq Xitoy o'quvchilari va Xitoy adabiy asar ishlariga munosabatlik ham Xitoy muxbirlariga munosabatlik jasuslik delolarini fosh qilgan ekan.
Мұшындақ сәбәпләрне алдан ала көрәлеген Президент Трамп әпәндем yuqorqi 10043 номерлық Президент бұйрығыны чықаған кен. Mana мұшы бұйрық hazır өз күчіні көсейтіпті. Мұнда айтқанда Американың қазында аш yeb, Amerikaның қазыны чақыдыған бұндақ işler әмді yüz bermeydi ken. Президент Joe Biden әпәндем, Президент Трамп әпәндемнің мәмуры бұйрықларını icra qilishning o'zi bundan keyin Xitoyning muhim xodimlari va Xitoyning o'quvchilari Amerikaning ziminiga qadam tashishi mumkin emas ekan. Amerika davlati bir tarafdan o'zini mudofaaga olgan bo'lsa, yana bir tarafdan Xitoy davlatini Amerikaning dushmani deb harakatga o'tyotdi. Amerika Kengash palatasining a'zosi bo'lgan Tom Cotton apandimning deyishicha, Xitoy davlatidan kelgan o'quvchilar Amerika davlatining nozuk fan-texnik bilimlarini o'rganmay, Amerika davlatining demokratiya tuzilmasi va Amerika davlatining qonunini o'rganish kerak. Amerika davlatining tuzilmasi va Amerika davlatining madaniyatini o'rgansa, u chaqda haqiqiy bilim olgan bo'ladi debdi. Amerika hukumatı Xitoyga qarata harakatni Xitoy o'quvchilarini cheklash emas, hammamizning xabari bo'lgandek 7-oyning 9-kuni Amerika savdo ministri Uyg'ur kishilik huquqini asos qilib turib, Xitoyning 14 fan tadqiqot ishlariga munosabatli shirkatlarini qora tizimlikka kirgizib etgan. Bundaq aytganda, Uyg'ur kishilik huquq qonunini yo'g'on bir sivetga o'xshatsak, Xitoyning hamma narsasini mush sivetga qachlashni boshlagan. Buningdan boshqa Xitoyning yana 4 lazer nuri tadqiqot shirkatini va yana boshqa tadqiqot ishlari bilan shug'ullangan shirkatlarni qo'shib, jami toplam 23 Xitoyning asosli shirkatlarini qora tizimlikka kirgizib etgan. Xitoy hukumatining fan-texnik idorasining statistika qilishicha, Xitoy davlatiga munosabatlik nozuk fan-texnik yumshoq detallardan boshlab toki dehqonchilik urug'larini yetishtiradigan texnikalarga qadar jami 240 turdan yeshib ketgan. Bu son sepirini Xitoy fan-texnik idorasi o'zi e'lon qilgan. Yana bunda aytganda Amerika davlati Xitoy hukumatining qonunidan bo'g'ishni boshlagan. Endi Amerikadan foydalanmaydiganligini his qilgan Xi Jinping amalsiz Germaniyaning prezidenti Merkel xonimga yalvarishni boshlagan. Hammamizga ma'lum, Xitoy hukumati Yevropa Birligi bilan savdo munosabat ishlari to'g'risida 8 yil suhbat qilish orqali bu yil 1-oyda Yevropa Birligi bilan imzo qo'yishgan bo'lgan. Aytishlar qaragan chaqda Xitoy davlati Yevropaning nurg'unlagan shartlariga taslim bo'lgan. Ayni vaqtida Yevropa Birligidan Xitoy davlati oz deganda 42% yuqori fan-texnik mahsulotlarni sotib oladi ekan. Amerika davlati Xitoyning qonunini bo'qqandan boshlab Xitoy butun kuchini Yevropaga markazlashtirib ekan. Nima uchun Xitoy davlati Yevropaga ko'plab mablag' solmoqchi bo'ldi deganda, asli Xitoyning plani Yevropaning muhim fan-texnik shirkatlariga mablag' solish orqali bu shirkatlarni o'zining kontrol ostiga olmoqchi ekan. Maqsadini amalga oshirish uchun Xi Jinping ko'p qitim Germaniyaning prezidenti Merkel xonim, Fransiyaning prezidenti Macron apandilar bilan ko'p qitim suhbat o'tkazgan ekan. Agar Yevropa bilan yomonlashib qolsa, Xitoy davlatiga ofat xarakterlik ziyonning kelishini biladi ekan. Nanhua gazetining atiganlik xabarida yana deydiki, Xitoyning Yevropaga mablag' silish savdo to'xtamini rad qilib etgandan boshqa yana Yevropa Birligining butun parlament a'zolari birlikda Xitoyning ochmoqchi bo'lgan olimpik yig'inini umumyuzlik rad qilish qarorini oldi. Xitoyga nisbatan bu ofat xarakteridagi xabar Xi Jinping o'ziga ishonib, Germaniyaning prezidenti, Fransiyaning prezidentlari bilan ayrim ilib borgan suhbatlari hammasi sug'chilishibdi. Yevropa Birligining birdan-bir qo'ygan sharti shuki, Hong Kong, atalmish Xinjiangdagi Uyg'urlar, Tibetlar, Mo'ng'ullar qatorliq va Xitoyning boshqa yerlaridagi insonlarning kishilik huquqi ko'rinarlik yaxshi bo'lmagicha va buni tekshirib aniqlamagicha Xitoy davlati bilan bo'lgan munosabat hargiz yaxshilanmaydi ekan. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.